Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari, bizni kuzatib o'tgansiz do'stlar. Barchadan yangi salom. Azizlar, Xudo xolasa Bishkek shahrida qilib borayotgan ishlarimiz Xudo xolasa yakuniga yetdi. Mana uyimizni steshkalarni yaqinda tugatdik. Ozgina qolgandi dushovoy bilan xoldiki. Hali quruq yo'q. Bu tomonlarni kecha qo'yganmiz, uni o'zi choklardan bilinib turgandir. Xudo xolasa mana boshdan boshlaydigan bo'lsam, bu yerdan holga kiriladi. Holdan прямой dushovoy. Chapda bu arkadan kirsak, kuxnaga kiramiz. Mana kuxnamiz razmeri 4x20 ga. 4x20 ga 460 adashmasam. Bu tomonimiz mana kattalar yotoqxonasi. Bu tomonga qayriladigan bo'lsak, bu tomonda yana ichkarida 2 xona bor. Bu yoshlar, bolalar yotoqxonasi. Xudo xolasa. Ishlarimizni yakunlab mana bugun nasib bo'lsa buyursa boshqa ishga o'tib boramiz. Xudo xolasa. Xuddi mana shu qishloqda, shu Serofimovka degan qishloqqa o'tib boramiz. Hozir dacha degan joydamiz. Dachniy zonada. Bu yoq dushovoy bo'lgan azizlarim. Kirsak, bu yerda bu montajlarni qilib qo'ydik. Bu yerda hojatxona bo'ladi, bu yerda stiralniy mashinka bo'ladi. O'ng qo'l tomonda rakovina bo'ladi. Bu yerda suv, sovuq suv, bu tomonda sovuq suv bilan dushovoydagi bo'ladi. Hammom ya'ni. Ko'rib turganingizdek do'stlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Manzara super. Har kuni mana shunaqa shabada bo'ladi. 25-27 gradus issiq. Hozir bugun chistomiz 9-avgust 2026-yil. Havo o'ta salqin do'stlar. Super havomiz. O'ta salqin. Hozir soat 6:30 bo'lganiga qaramasdan ko'chalarga bir nazar solib qo'yasizlar azizlar. Mana bu yerda mana shu uyni Xudo xolasa bitirib chiroyli qilib qo'ydik nasib bo'lsa.